voy, serial boshlab ketdik. Voy xudoyim, qanday yaxshi serial ko'rish. Ha, o'zim o'rganib ketay, ya. Voy tavba. Yana pichoqmoqchimi? Qara. Voy qara. Qara sen-chi. Hozir urib qo'yadim. O'le, sharmanda qildik odam. Shunaqa qilib olishadimi? Qara, orqangga kelmadi. Qara. Voy. Urdi-yu. Uyatsizlar. Pishmay ullaring. Assalomu alaykum onajon. Yaxshimisiz? Yaxshi o'tiribsizmi? Alaykum assalom. Yaxshi keldingmi o'g'lim? To'y qalay bo'ldi? To'y ham bo'ladi, to'yga o'xshadi. Menga qara. Nima cho'chiysan? To'yda qizlarni ko'rdingmi? Chiroyli qizlar bor ekanmi? Qo'lingga birortasi yoqdimi? Endi oyi, normalniy qizlar bor edi, faqat ularning eri ham bor edi-da. Lullaymi o'g'il. Latta. Shundoq katta to'yda bitta qiz topolmadingmi, ha? Endi qolganlari bo'ydoqlari ko'nglimga yoqmadi, ko'zimga to'g'ri keladi. Ko'zingga o'chsin, ha? Dadangchi, mani miyamni qoqib qo'limga berdi, bildingmi? 30 ga kirding-ku, 30 ga. O'tin bo'lding. Biz ayollar o'tin bo'ladi, sen o'tin bo'lib qolding. Qachon bilmayman, uylanasan-yu. Ha endi oyimda ko'ngil degan jonivorimda ko'rganda bir jiz etish kerak edi. Bir-biriga bunday ichimiz yulduz to'g'ri kelsin. Nima deysiz endi? Topolmadim. Yo'q, bo'ldi shu. Yo'q, xullas, tamom. Ko'nglingga qo'tirjamashov. Le. Oyim nima deysiz endi? Mana shunchasini ko'rsatdingiz. O'zim to'yga bordim. Hozir to'yga borsam qiz ko'rgani qolyapman faqat. Tushunyapsizmi? Yo'qmasa men nima qilay, oyi? Ayting, nima qilay? Ras uylanishni xohlamaysanmi? Mana men senga aytaman. Unda erga tek. Ko'zingga ochsin. Oyi. Mani fukusim. Bu mani fukusim. Fireball.